Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balki. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Vatqanlar Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasi. Albatta bugun yana bizning aziz mehmonlarimiz ichida bizning suhbatimizni obodlashtirayotgan yigitlarimizdan yana o't yurak naqshchimiz bu sana o't yurak naqshchi deb nom berilib ketdi bu. O't yurak naqshchimiz Mardan Oblikim. Mardan mana bu munosabatda o'zining naqshlarini so'yib anglayotgan o'sha qarindoshlarimizga bir ishga o'zining yurak so'zini aytdim bormi? Hammalarga kamina o't yurak naqshchi Mardan Oblikimga o'tib salomlar bo'lsin. Xo'p, shunda mana yaqinqi bir necha yildan beri o'zining chiroyli ovoz bilan, tirishchanligi bilan bizning xalqimizga yarab kelayotgan, yetilayotgan yaqin arada o't yurak naqshchi degan o'zi shunday sharafli nomga erishayotgan yosh naqshchimiz Mardan Oblikim to'g'riliq suhbatlashimiz. Bu Mardan Oblikim ham bizning balimiz, bizning inimiz. Bu amaliyotda ko'pchilikning yana bilgisi bor bir sir bilan bu yerda boshlaymiz. Mardan Oblikim Oblat Oblikimning Mo'minjon Oblikimning inisi bo'lish kerak. Chunki otasi birga. Shunday savollar bo'ldi bizda davomli. Biz ayrim o'tgan so'ralarimizda 5-10 kishilik, 10-20 kishilik doim bu masalani yechib beramiz. Bu Mo'minjon Oblikimning kichigi yo'qdi deb o'ylaymiz biz. Bilmaydi-da. Amina Oblikim deydigan bir singlimizning borligini va uning keyindan Mardan Oblikim deydigan bir inimizning borligini bilmaydi. Ammo keyin ularning his qilishicha Mo'minjon Oblikim bilan bu ish xulosalangan. Bu boshqa Mardan Oblikim to'g'riliq uchirga ega bo'lganlar uni Oblat Oblikimning cho'ngi Nurgul Oblikimning o'g'li deydi ekan. Lekin nimishqa Mardan Oblikim bo'ldi deydigan bunda bir o'zi qiziqadigan doirada bizning ba'zi masalalarni so'raydi. Biz kuchimizdan yetishicha tushundiramiz. Mardan Oblikim bugun bilan o'zining tilidan sening nima uchun Mardan Oblikim ekanligingni, ammo Oblat Oblikimning hadisining o'g'li ekanligini bir tushuntirib qo'ydi. Bu savoldan qochib qutlanmaydigan bo'ldi. Yo'q, bu savol cho'qim hamon ashta bo'limiz bo'lmaydi. Amniyatda men meningki familiyam Mardan Oblikim bo'lganidan, lekin men o'sha Oblikim oilasiningki tunji farzandi Nurgul Oblikimningki o'g'li. Birinchi mush o'yigimo birinchi navra shu cho'ng qizniki birinchi o'g'lilab meni mushu meningki cho'ngdidan hisobda Oblikim Abduriyim boyisham abla cho'nam nahayat ko'p ketganlikdan xuddi sizlarga bir-birini tegishib o'tmoqchi bo'lgandek xuddi mehr muhabbat nahayat ko'p ketganlikdan meni shu bir yoshga tengmaslardilar men arilib baxtga shu amaliyotda bunday ishlar doim yuz berib turadigan ishlar. Nurg'un hozirgi zamon oilalarida yuz berib turadi. Bu birinchi farzandimizning balasi cho'qim cho'ng uyda bir mazgil beqildi endi. Shu jarayonda heliqi mening mehribon akam. To'g'ri. Shu mehr desam to'kilib turadigan u akam cho'qim sana hyper mehr berayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Shuni bu mehrni uzanmay, bu rishtani uzanmay, balam biz beqibirlar qiynalib qolsinlar deb beqib shuni sen bizning bu oilaning rasmiy a'zosi bo'lib, hatto nopuz deb tagim o'tib ketgan bir a'zosi bo'lib qoldi. Nopuz bizning oilaga kelganda endi amaliyotda shu Oblikim oilasining albatta shunday. Oblikim oilasidan. Lekin endi shu Oblikim oilasiga nevra. Bizningki achamning balasi. Lekin boy o'z degandek bizning aloqa Abdurim Abdulla cho'ng oilasidan ayrilgan Oblikim Abdurihim ma oilasidanki 5 balada biz. 5 balaning birinchisi Nurgul Oblikim, ikkinchisi Oblat Oblikim, uchinchisi Samiya Oblikim, to'rtinchisi Mo'minjon Oblikim, beshinchisi Amir Oblikim. Bu birinchi farzand
o Nurgul ablikimninki bu tunji farzandi o'g'il tug'ilgandan keyin bizning ablikim ailasiga nisbatan bu bir tunji nevra. Ajoyib bir. Bu ajoyib. Hamda men rost gapni aytsam mishada nevra tatqiqlamish davlat. Ballag'a u deb ko'ysa, da oldimga ekelsa, nima qilib qo'ydim men. Men bu chaqda yashaydi. U men balliq bo'lmagan ekan, bu kichik balliq qanday kuydiganda deydigan bir nim qilib boshqa da ballarni kichik ballarni ekelsa, ko'ngli uchun deb akib qo'ymay, lekin da o'zim ichimdan kuyishni bilmaydim-da. Ammo bu bola tug'ilgandan keyin boshqasini demay oiladagilarning kuyishini. Oldi bilan men o'zim 1 kun qarayman, 2 kun qarayman, 3 kun qarayman, bu shundaqmi bir mehr o'tib. Qaragan sira. O'zi azroq endi qarmutdiq. Ammo börek birini qarab ketdi. Bu qariligimi, bu bo'lmasa dadasi, anasimi shu qara emasmi shu? Bir kuyab ketganlikdan dadam sizlar kuyab ashta qilib o'tirgan buni. Bu shundoq bir mehrim chiqib ketdi, hatto ishdan tushib, mushini kurashga sal oldiravroq ishdan iliq chiqib uyga shundoq oldirib kelib qoladigan darajada men shaxsan mendikili muhabbat bunga nisbatan kuyish. U dadam anamga asla gap ketmadi. Anda bo'lgandan keyin buning shu zodi 1 yoshga to'liq yetmaylam biz ayrilib boqadigan bo'lib qoldik. Bu yerda ayrilib boqqandan keyin bir tarafdan kuyib biz boqadigan, biz beqib oladigan bo'ldik. Ammo bu o'g'il bola bu ona sutini jeb bir 2 yoshligacha hech bo'lmaganda immanmay baldi bir hamdan onasini ayrilishimiz kerakda. Biz tumshuqda bu ocham maralishida. Maralishdan tumshuqning arilig'ida yana bir 50-60 kilometr arilig' bo'lgandan keyin buni arib olgandan keyin shu bir asatimiz apsilinishimiz qoldi, ammo onam buni ayirib olish uchun quruq emitib yurib ayirib olish maqsadida quruq emitiblam necha yil masalan bu bolaning kichigi Aminigulda oxirgi 5-bola necha yil tug'may bolaniki eng kichigi necha yosh kirib ketgan necha yillik onadan mush bola bo'lgan kuyanning kuchidan u bir mo'jiz xarakterli onamdan sut ichib ketgan. Buni bilan bu bola u 1 yosh haqqimizni 4,5gacha imbab. 4,5gacha u ajab 2 yosh imamidi deb taqa afsilin qilayotgan bola onamdan sut ichib bir kuyanning yomonligidan. Bu yugurib yurib kirib yana imbilib ash darajada o bizniki Abdurrahim abla ailesi oy nevri bula mushunda bula nevri kuya mushunda kuya deydigan bir shunaqa bir atalg'i bilan shuna oilalik amroqliq kuyash bilan bu bizning oilada cho'ng qilib hali ish yoshgacha o'zim uqmaydi. Biz asli necha bola desa bu bayarda 5 deb qolsak do qarab 5 deysiz yoki mencho desa 6 deydi. Bu o'zi bilmaygan ekan. Endi sal aqliga bo'lib qo'ygan ekan, asli ish manda degan ekan, shu 2 yilangli dadam 2 yilangli onam deb hozir bu qo'shtirada analik bo'lib bu hozir atva ayonga vasi madada ana mayonga vasi biz zapas onam dadam bir qiziq hikoyasi bor buningki. Men oliy maktabda o'qiyotgan vaqt bu biz mardan til chiqib o'ynab yurayotgan vaqt bo'ldi-da endi bizning uyda. Bizning sinimizning to'yi tugaydi. Sinimning to'yi mendan bo'lgan. Dadamza uyga kelib bunda bir al so'rab kelgan mehmonlarni adog'imga chiqdimi deb bir to'yini qilib oldik. 4 bolamning to'yini qildim-a. Shunda olganda bir bolamning to'yi qoldi hamda shuni bir qilib olsam desam, o'ynab yurgan mardan dadam unda qo'yib dedi, amamjakan unutib qoldim. Bu 5-o'zimni izolab akamni amamjakan unutib qoldi degan. Demak, shu mardan kichik vaqtdan tortib senda faqatla bu bunda tuyg'u bo'lmagan ekan, bunda es bo'lmagan ekan. Mush oilaning bolasi meni unutib qoldi demak bu. Amamjakan unutib qoldi degan bola bu. Buning bu akligida, hamda buningki atvaligida bu oilada cho'ng'lashdi. Shu dadam har kuni degidek shu qassob bu yangi elayotgan go'sht bilan qatib va qatmay yurib börekli yegizib yurib shu endi kuchliqmi yo'qlab ham pishirib börek issiq kelib endi chiroyi asar mehr muhabbat degan nima odamning bo'lgan tuytidi. To'g'ri. Chiroyini ko'ydirayotgan kuyib ko'ydirayotgan. Mardan o'zingning shunda 2 oil cho'ng oilaning farzandi bo'lganligini his qilgandan keyin senda bir xil sal qilib bu nimish qilma o'zingning oilasi so'nmay degan tuyg'u bo'lib qoldimi? Unda to'yga bo'lib boqmadi. Chunki men yoki ayrilibdan
muqim shu Abdukim oilasi cho'ng olmadim. Sal akam degandagidek shu 5-6 kirgandan keyin ikki oila tang shu Maral bilan tumshuqning oralig'i qatnab yurib, menda bilmay yurib, bilmay turib. Bilmay turib, menda cho'ng'ashqa unda mening qalbimda yoki ajab bir menda bo'lib qolibdi ekan deb unda ish yo'q. Chunki sana nisbatan bu oiladimi, u oiladimi, sana kerakli mehr muhabbatni to'liq bo'lgan. Balkim boshqalarning ortiqroq bo'ladi. Ha, u achamni bizga berib o'tgandan keyin vaqt topsil ekitib, kiyinib bir yutib bunga shu uni ko'ngil pul yutib kiyim shu ustib o'tganman. Sen uçakda onda o'ylaysan balkim. Shu cho'ng acham zamon bek kuydi. Maqağallara qaraganda, maqağallar ko'tarib beqishlar biladi, deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Shu bola vaqtingda mening bir hikoyasi bor, men biladigan. Bola vaqtida men bir qatim shu sizning uyga borsam, bir o'zi bilan o'zining cho'ngroqmi bir bola bilan mushlab turadigan bir ish bor. Bu ish kichik vaqtda uni yo'g'ontdi-da. Endi bilsem asasen 4-20 yaşgacha emib ekansiz. Buni emish tarixi men bilan teng. Men oxirgi farzand bo'lgandan keyin dadam onamizga buni bir yetkichi bir qachon desa maqdayli debdiki, bo'p turibdi ekan-da menga. Sen shunga o'xshash mozaikni to'sib ustozni hamma jihatdan to'g'ri bo'lmaydi. Shunimda da to'g'ri qilib ekan. Bola vaqtimda to'g'ri ekansiz. Şu bola vaqtingda masalan sen hamma o'zining bir aqlini bildigan vaqti bor. Esingga keldi hozir o'ylasangda o'zingni endi tunji tuyg'ular masalan esimga kelsam deymiz-ku. Esimga kelgan vaqtingdan tortib matrafni o'ylasang bola vaqtingda. Shu Ablat, Absami, Mo'minjon, Nurgul degan opam o'zing bilib bo'ldim. Bundan boshqa ma'u 3 akang Amingul deymiz, ha. Muşunlar içinde konu kim bilen bekrak yıkıntamaz hemisiga amraq qo'y. Şuchida gaplarini ishtik deyaladigan birisi bor. Endi u kichik vaqtimda masalan Mo'minjon akam, Ablat akamlar masalan xizmat qilib Maralbeshda qoladi. Mo'minjon akamlar universitetni bitirib Urumchida qoladi. Semi akam bilan bekrak ko'nglimiz yaqinda shu vaqtda. Ham birga turayotgan vaqtimizda hamda. Çünkü bu akam bilan yosh farqim bek cho'ng hamda millatcha. Lekin shu vaqtda shu Semi akam bilan bekrak qalbimizmi yaqin, ko'nglimizmi yaqin, ham shu Semi akamni favqulodda omroq bo'lg'achqa menga hamma ishlarimga shu men uchun orlishib degandekcha bunda. İşte qilib shu vaqt Semi akamda yaqindim. Keyin Urumchi ko'chib kelgandan keyin Abdut akam bilan yaqinlashib baqsam, bizning yosh farqimiz bakrak cho'ng bo'lishqa. Talib so'zlarimizda unda bevosita deyanmaydigan işte bir holatda. Keyin endi Mo'minjon akam bilan bakrak işte qanday gap bo'lsa deyalaydigan holatda, chunki eng yosh farqimiz ozroq shu Mo'minjon akam 14 yosh farq bo'ldi ekan-ku. Abdut akam bilan 18 yosh. Sen bilan 20 yosh degandek işte bo'lib qolganimizda shu. Hazır en yaş farkın en yakın akam Mo'minjon 14 yaş farkı. 14 yaş farkı. Ben bu Merdan'ın Urumchiga kelgandan keyin dedik. O'rganish jarayonini bilma, bu oldi bilan balkim shu vaqtdan tortib, u kichik vaqtdan tortib bo'lmi, naqsh musiqa g'amroq bo'lishi mumkin. Ammo rasmiy tutib o'rgangan bir kasbi buni montajlik. Surat video surat montajligi. Kompyuter ilmi bilan andın hatta bunu öğrenip Samiydin xoni öğrengan. Üçte texnik kompüter grafik san'ati. To'g'ri, mush kasblarni o'rgandik. Uning ustiga bizning oxirgi xulosamiz bu kasbni yaxshi o'rgandi. Bizni umidsiz qo'ymadi. 2013-yili taqiqtilgan mening naqshkechiligimdan Abdulla Sansi nomli kechilikdan keyin butun suratlarni asasen şu Merdan'a tapşırdık bu belki montaj işini. Suratni. Uçakda bayağı biz sözleşmemizde Abdusemi bu işkina belki onu bilgen baştan ayağım şu muş keçilikten Japan müşakkatına hemen öz üstüge alan. Biz şunu tapşırgan işini. Ahirki suratni kirishtirish yani montaj işlerimi şu
Abdusamiga topshirilgan. Hamda Abdusami buningga mush talabni qo'yib, mushu kasbni o'rganish ishini o'z topshirishni o'z ustiga olgan o'rgatishni maktabni qanday bitganligi, qanchalik darajada bilim olganligi Abdusami ayanda. Men bu ishni mushu Mardonga topshirdim deb shunday degan. Keyin men mushu umrimda endi chiqqan suratlarimning ichida, chiqqan yoki kechiliklarimning ichida suratning videoning da endi eng yaxshi muvaffaqiyatli bir kesilgan bir kechilik deb o'ylasam bo'ladi. Mayli endi elish texnikasimi bolalarni jiq ishlagan bunga. Abdusamining ajr mehnatlari bilan rang ondan har bir javlo, har bir bo'lim qishloqlarida apparatlarni jiq akilib ekan. Endi susaymi jiq ham, lekin kirishtirishda men haqiqatan bir san'atchi kirishtirgan bir san'at tushunib turib, montaj loyihasi, montaj natijasini ko'rganda baxo'sh bo'lgan. Men u chaqda alayda demadim, lekin necha qatim ketib berib Mardonni ko'rsamlar, ammo montajni deb qo'ymay bildim. Shu chaqda men nihoyat xush bo'lgandim. O'rgangan kasbni mana bir qatim to'liq bir xuybo qildigan bir fursat bo'lib ketgan shu vaqtda. Mayli menga bo'lsin, mayli akalarim bo'lsin. Ana shu vaqtda shu montajga ketgan vaqt esingda bormi? Montajga ketgan vaqt emniyatda u sening o kechiligingni emniyatda men tunji topshirgan vaqtda men uni bir oy qolmay uningga tushirganini butun putkizib tayyor qilib qo'ygan. Chunki uningki ba'zan birliqi ovoz elish jihatiga ba'zan bir texnikalik masala tufayli u kechilikniki sening qo'lingga 6 oyda berishiga sababchi bo'lib qolganda. Bo'lmasa men uni shu kirishtirishdan boshlab bir hamda shu sizlar ko'z uchun bo'lsa shu bir oy qolmay tamomlab qo'ygan xizmatda shu paytda. U konsertni hamda shu 3 kun surat tortgan. 3 kun surat tortish jarayonida izchil amma surat tortish xizmatida men bor. Masalan muzikantlarni tortish xizmatida men bor. Anda bo'g'ishqa butun konsertninki naqshi chertyozlari hammasi siziqliq bo'g'ishqa. Chunki to'liq hamma kunda men bo'g'ishqa shunda tizliqi bitirib ketilgan deb. Sen u kechilikning hamma qurilmasini bilasan-da. To'g'ri. Hatto naqshlar qaysi qanday paylenni tortib bo'g'ish. Reptisti bor. Amniyatda yana bo'lib ketgan biri shu mabek to'g'ri nuqtadan dedi. Bu montaj bo'lgan, bo'lmoqchi bo'lgan bu sening reptis vaqtingdan tortib shu 3 kunlik kechiliging 3 mayda elib olgan kechilikning hammasida bor. Qaysi nuqtada, qaysi o'rinda qanday muzika qayerda qanday hammasini bu shu ditlab o'ziga yod qilib o'tgan. Yana bu nuqta bu hozir bildik, ammo bu san'at qiladigan, naqsh aytadigan, naqshini aytgandimi, buning shu o'ta sen bizdan qalishmaydigan shunday bir xil vujudidagi bu san'at, ishtiyoq, bu jihatga talantlar yetarli ekan. U chaqda naqsh tarafidagi qobiliyatlar bizni his qilmoqlik. Ammo buningda bu taqib bizga ayon bo'lmagan shu yushrun holatda tutib turayotgan shu san'at sezgulari buning naq maydonda kechilikni tushunib yodda bilishdan boshqa san'at sezgi tuyg'ulari buniki nihoyat filmning san'atlik kesilishiga sen deganda. Buni hozir sen o'zing nomingdan maqsading aka. Men u Bejonda o'qiyotgan vaqtim shu chaqda shu ko'rinishni ko'rib biri kechiliginiki shu yo'diniki muzikantlarniki muzika urlash sening naqshi ijro qilish umum kechilikniki sevirchilar hammasi ovoz tanlashini tortib shunday esirligidan bir huzur olgan bo'lsam yana bir nuqta haqiqatan montajlikdan alomat huzur naq maydon ko'rgichidimi bakroq plastinkadan to'liq har bir nuqta har bir halqa har bir chekit qachib qutlanmaganda ekrandan kesishdan shunda huzur his qilgandim men. Mana hozir buni seni mushu taraflarni his qilganda qandaqdir deb bir o'rtoqlashmagan bugun mushu suhbat munosabat bilan sen debding. Bu men ko'rib alomat bir huzur, bir san'at huzurini o'sha shunday bir kesish jihatdagi bunday yaxshilik sifatini shu chog'da his qildim. Abdurim plastinkalarning eng yaxshi kesilish mukofotiga ammo shuni bahsak bo'ldi. Hamda bu montajlikni 5da hamda 2006 yili Urumchiga keldim.
2006-yilda kelishdim bora mening chertyojim sizlab tayyor bo'lib turibdi-ganda endi. Beshida Mo'min akamdan montajlikni o'rgandim. Bir tarafdan Absami Abdukim akam operatorlikni o'rgatdi. Onun keyindan bu mush programmaninki rejissyori Mamdumin Idris akamga shogirdlik tutib turishga tutildim endi desangiz. Bu yerda Mamdumga shogird bo'lib tuzamlam bir shirkatniki kompyuter grafik san'ati bir yillik tarbiyalash sinfi ochilib qoldi. Ungacha kompyuterninki texnikalarini bilib, mushu ancha-muncha montajlik, operatorlikdan texnikam azir ko'p turib bo'lib qolgandan keyin u sinfga kirdim. Ungacha 2006-yilda Abdukim akamninki to'g'ri kuychisi plastinkasiniki montaj qilmasligiga uning qatnashdim. Men bilan billa. Sen bilan. Kimlar qilgan? Men. Bu ishkon Mamtumkam bosh vaqtida. Lekin u chaqsa mustaqil emas. Mustaqil emas. Bu yordam. Mani sen bir mana bir qig'ashto deydigan holatda shogird vaqtimda bu. Bali shogird. 2007-yilga kelgan vaqtida u kompyuter grafik san'ati ochildi. U kompyuter grafik san'atidan montajlikdan sirt 3 tashlikni loyihalash, pigment shoji degan qatorliq hamma o'z ichiga ilingan bir sinf edi bu. Ungacha 2007-yilga kelganda Mo'min akamninki Unutilmaysiz nomli plastinkasiniki janjal xizmatiga bevosita shu qatnashdim. Shu Unutilmaysiz 2007-yilda chiqdimi shu vaqtda. 2007-yilda uning qatnashib bo'lsam 2007-yilda yil oxirida seniki Shirin Aslima nomli konsertingninki masalan Asarsanmoninki Shencham TV deb qo'ydik uni ismini. Masalan, sirtda ilingan ko'rinishlari deganda ko'rinishlarni men janjal qilish xizmatini menga shu vaqtda topshirilgan. Ungacha 2007-yildan 2011-yilgacha shu sinfda tarbiyalanib, hamda dars o'tib, shu o'zimizdan o'ddisidan chiqib qilishga kelgan vaqtda men shu vaqtda hammaniki masalan montajlik xizmatini üstümge elib qilgan vaqtimda menda bunda bir san'at o'ta bati. İşte boshlang'ichdami ancha-muncha o'zim men ko'rganim. Xanj maktabda o'qigandan keyin xanjliklarni ko'p aytdim. Menmi bir o'qisam bo'lam deb shu ayda do'stlarimninki to'y to'ykunlarda, maktabninki faoliyatlarida o'qib yursam, buni akam bayqab qilib, Mo'min akammi, Absam akammi bayqab, mushu naqsha aytdi deb ne qilgan vaqtida shundan bir oilaviy yig'ilishda hamda yig'ilgan vaqtimizda hamma shu akamning bolasi Jasur va shu Sami akamning bolalari hamma nomer ko'rsatib kelib, men kelib qoldim navbat. Shu vaqtda sen bir naqsha aytgansan, sen bir naqsha aytsang bo'ldi degan kelgan vaqtida men naqsha aytib olmayman. Unmasam shu vaqtda andin Abdukim Duttanın payını gören bir urdan bir girip amaydı. Bu mandak işte. Bayıkta bir netican alaydı. Abdullah Akam terbinden itiraf kılıp çılgı enilganlarına ait hayacanlandım. Çünkü sen aldı bilen Sami'nin yeteklişi, planlışı bilen montajlık, kompüter, grafik, işte laylaş, aşırı sınıflarda terbiyeleniş, Mo'min akan Sami'den ügünüş, andı Mehmet'den ügünüştek muşu jariyallarda ahırkı neticanın muşnarak bir çoğun bir maktaş itiraf kılış bilen toktığında intihan hoş buldum. Elbette bu keçilikte bu montajlıkla yana okşayıp gitişi Abdullah Akam degende Sami'ninki bütün aparatlarını ulaştırışı, baştan ahır mesele buluşu, yetekliş bilen nazaret kılışı bilen bu seninki texnikalik montajlık işi bilen bu aşına tutup çıktı. Bu netice bir yerde kolaslandı. Keyinki işlerimiz sen dedim bu naqsha aytishga mı feyzi bağlığını biz bu yerda anlaymiz oyu. Bizning oldimizda og'zi etiklada, jimla. Faqatla hatta ağıllarını anladık. O şundamı, merdamı naqsha aytamdik. O elbette bizning elimiz olganki aytish kerak. Nimish bizning oldimizda aytmaydiganda dedik. Bu pat ve bir aytar shu naqsha tutsak o akadeplar bunda o'ttiribli bo'ladi. Bo'pti deb qo'shib ketdimiz. Unda naqsha aytib, anladik bizning oldimizda aytib, aytadigan bo'lsa aytqizanmaslikdan necha qatimliq takrar bo'lganda bu chaqda dadam anam keladi Urumchiga kelib bir mezgil turish jarayonida bolalar nevralar shu yana sen bizning bolalik vaqtimizga o'yinimizdek bizning shu jasurlar hozirgi boy tilga olingan jasur o'g'lim
qolgan seminanki bolalari o'tkirlar shunday birisi itot o'ynayotgan birisi naqsh aytayotgan birisi o'ynayotgan dadam anamni kuldirib uyan qilyapmiz-da bizning uyda kelganda mardan sağım keldi navbat seni ne chiqatdim dedi o'qitib qo'yamdim sen naqsh aytgansiz aytasan yo'q men deb turdi ey mush ufqullaring aytyapsan sen nima naqsh aytamsa aytmamsa aytmang bormi yo'qmi sen mendan turdi bugun bir anglayman ovozingni men akam meni buyrug'imni ijro qilmamsa desam yana gap qilmay turib oldi-da shunda aytdi naqshingni buga aytmasang bundiki aytmaysan degan buga aytmasang mardan buningdiki naqsh aytqizmayman sen desam yana shu taatni nima qilib ko'chib turibdi aytdim men sen bir akam men sen buyruq qilyapman buga aytmabsan bugun cho'qim anglayman naqshingni desam jayliroq turib asli taatinib echilanmabdi ekan şu bir duttaniki dutta qulam dedim dutta chepirman naqsh deb dutta qulam dedim deb chiqaramishdim pauzini chep bo'lib yana turdi seg'inaman seg'inmasam buni aytqinini biz angladik boshqalar shuning bilan duttani uchilalam aytdi desam mandan azroq ko'ngli buzilgan bearamchilik hissiyoti bilan ta'sirli chiqyapti uni seg'inmasam deb bir aytib ketdim mana mushunchalik ishkan aytdi ekansan og'rimaydi dedim shu holatda boshlab ketdi demak ma'noga kelganda shu bijdutlarni uchinida zo'r foydasi bo'lganda hozir zalim bo'lsa olim hozir endi to'sab olammadimiz men rost gap qilsam buniki aytgan naqshlariga men bak o'zir rahmat aka degan chiroyli Allohni aytyapti rahmat shu bir duttaniki turkchilar hamda mishak naqsh etib ketdik bu deganimda nima desa hamda bu konsertingizga shuncha yaxshi chiqishga hamda men o'zim u 2011 shu abadagamniki zo'rilishlar bir naqsh boshlab qolgan ekan bu ishtiyoqda ham ulg'aygandan keyin bu naqshga bo'lgan tushanchamni burun qaraganda eshib hamda u vaqtda bir montaj deganiki operatorlikdan muzikadan san'atdan xabar olganda nihoyatda bek zo'r naqsh montajlar chiqargan narsa shuncha san'atlik bo'ldi ekan deb mana bir ko'z qarash bo'lgan shu anda bo'lg'achqa u sharoitlar menda u vaqtda yetilib bo'lgan shunga kechirganninki endi yaxshi chiqishiga hamda hammani tushunib turib qilishimga bir zo'r foydasi bo'lganda demoqchi to'g'ri naqshi amroq bo'lgandan keyin to'g'ri balkim jarayonida huquq bor edi amroqlik qilib biz buni bizning raqsimiz ko'gili keldi deymiz amaliyotda biz buni ham yana bir operatorning o'zining burchini ado qilayotgan deb tushunsak bo'ldi masalan asli operator shu naqsh kechiligini suratga olmoqchi bo'lgan operator cho'qim bilishi kerak bu kechilikda kim qayerda solo chaladi soloni qaysi bilak qaysi muzikant chaladi bilish kerak anan keyin shu muzikaning qurilmasini hammani bilish kerak naqshni bilish kerak hatto tekstni bilish kerak endi balkim bizning bu Shinjongda unday sharoit bo'lmaydi buncha operatorlarni bir necha kunlik rapsga qatnashtirib bo'lmaymiz shuni ichida shu mardan o'zining to'liq huquqi bilan imtiyozdan foydalanib rapslarga qatnashgan vaqtimi bor to'g'ri nega akamning rapsiga desa hech kim yo'q demaydi shu balkim naqshlarning nada nima muzika chiqdi nada kim aytadi kim aytmaydi hammani biladida lekin montajlikdan iborat shu yaxshi kasbni biz nihoyatda yaxshi baho bergan mush kasbni yana qilish niyatim bormi yo buni tashlab o'tmizmi masalan men montajlikdan yoki bo'lmasa tekshlik loyilash degan mush kasbdan azroq bir natija qozonmagan bo'lsam balkim olib tushkurkam degandek masalan uni tashlab o'tib boshqa bir kasb qilishim edi bu mendigalikqa bu naqsh aytish ishtiyoqi bag'on eshib ketgandan keyin unimi taraqqiy qildim bo'lmaydi bunimi bo'lgandan keyin uning ustiga plastik ishlash burunqidek unda konsertlar oz bo'lib ketgandan keyin asta men shu naqsh kasbiga yuzlanib ketdim lekin bu montajlik kasbini ancha muncha hamda kichikgina natija qazilibdimi hamda sizlarniki gapinglar bo'yicha anda bo'lgandan keyin uni tashlab o'tmayman hargiz ya'ni qachonliki sizlarga lozim bo'lib qolib qolsa yoki o'zimniki qilamdim yo sizlarniki qilamdim yani davomli men shuni yana qilib ketalayman uni ishonchim bor sizlarchi texnikaning taraqqiyoti bak tez bo'lib ketib seni bu masalan uskun saymonlarni bu kompyuterni
ishlatishingda qulaylik bo'lib qolamdi ya'ni tez buningki asli qonuniyat mohiyati buningki nazariyasi bir xildan bo'libdi buningki masalan konsertniki bir xil bo'ldi masalan suratlik MV'ninki bir xil bo'ldi anda bo'lgan ekan buniki texnikasi masalan uskuna jihatdan eshitmayish mumkin yengillanib minish mumkin masalan rang tangshaydigan uskunlar montaj qiladigan uskunlar yengillanib minish mumkin lekin buni mohiyati hamma narsa yana birdek o'xshash bo'lgan ekan buni uni ustiga men nechilarga naqsh kesib o'tib ketdim deb tashib o'tmadim buni ya'ni izchil buni shu yana qanday yangilik chiqsa ya'ni o'zimni qabul qilib turyapman o'zimni shinji qilib degandek shu demak darhol lozim bo'lganda oldingi safga o'talayman ya'ni o'talayman demoqchi xo'p bundanmi hali xotirjam bo'ldi yaxshi javob masalan buncha bir san'atchilar to'pida cho'qim montaj ya'ni muhim o'rinda turdi operator muhim o'rinda turdi har bir kasblar masalan san'at bilan munosabatli hamma narsalar lozimda shundan so'rab baqqanam kelgusida bundoq astoydil o'rganib yaxshi natija olgan bir montaj bu naqshchi bo'lishi kerak lekin asosli kasbni agar unutilib ketib paspak echinishli ish bo'ladi to'g'ri shundoq bir shu duttavli bir noqshlash bilan sening naqshga boshlanib ketdi bir boshlanish noqshi bo'lgan bularning ig'izini ichib aytgandek bir ish shuni bilan naqsh aytdi bu jarayonda mo'minjon aka bilan ko'proq birga bo'ldi to'g'ri naqsh aytish so'rinlarda safarlarda biz anglab turdik mo'minjon dedi voy aka bu qanday patqizgandi bu ishchiga bu naqshi bo'lgan ishtiyoqini voy birdam jim tutdi desak unimay mana teshib ketyapti xuluqidan bunidan ta'rifladida to'xtamay mashq qildi demoqchi benzoli qo'yib oldi ekan sen bilan mashinaman qancha aytdi demsa buni ovozi chidamli shuning bilan sening hayotingda shu musobaqa qatnashadigan bir fursat kelib qoldi ammo bu yerda qanday bir xil ziddiyat to'qinish qanday bir sababli bilan qatnashding bu musobaqaga bu musobaqani beshida shu davlatimizniki shu Jungo Hoshing degan programmasi orqali taniyman tanib shu vaqtda bama aytaldimi aytamidi deb baholaydi ko'rib tursaqlam bizniki Shinjonga bu Yipakul sadosi ism bilan kelib qoldi kelib qolib shu qurdosh meningki u vaqtda jo'ba naqsh aytadigan vaqtimiz edi shu kasbdosh do'stlarimdan işte mana Yipakul sadosi deb bir programma chiqibdi mana qatnashbaqamdiq deb bilan akamlig'imi bir xabar qilib ketmaylam shu bir tizimlab qildik hamda tizimlab qilgandan keyin musobaqa bo'ldi u vaqtda ikkilanish bo'lgan shu vaqtda mo'minjon bilan Abdul akam masala soldim-ku deyman qatnashaymi qatnashmayman deb u vaqtda sen u programmada bir bog'lovchi pingmay bo'lash ustiga sanat deb o'naliqa oldin o'rlashtirib qo'ygandek qilib qo'ysak bo'lmaydi ikki akam dedim ikki akam desam Sami akammi debdiman Sami akammi uch akamga dedim desam va bo'ldi o'zing sinab boq deb bo'lmayliqa mening qanchalik naqsh aytishimni bilmagan asosda qatnashmoqamsa deb mana bir nem qildi deb aytdi ya'ni u bir mushunda bir natija qozonamamdi deb akamlar misol ikkilanibroq qatnashdi shu vaqtda qatnashib shu programma kunisi hamda u vaqtda bak jiddiylashib ketdimmi nafsim ustiga ko'tarilib ketib men o'zim aytadigan o'zim yetmoqchi bo'lgan nishonga to'liq yetolmagan avval asosda qarasam ustoz ko'zimni ochsam bir vaqtda shu ustoz aylanib turibdi shundan yana sizning tarbiyalaringiz bo'yicha shu qatnashib 8 kuchlikcha bordi hamdan yaxshi bo'ldi deb qarayman deb umi bir burilish nuqtasi bo'ldi deb qarayman keyin andikin shu naqsh tanlashda hamda shu azroq mening maslahatim bo'ldi sen bu yerda doshir bo'lib ustozlik o'rinda turayotgandan keyin bu yerga kelganda haqlida bir o'qishmaslik bo'lib qoladimi mush nuqtadan azroq shu nuqtadan bu Abdulla akam bu yerda ustozlik o'rinda turayotgandan keyin bu inis qatnashdi degan bir narsadan azroq bir haqlida bir o'qishmaslik paydo bo'lib qoladimi degan nuqtadan ikkilanib to'xtabdi anda bo'lsa sen Abdulla akamga demayli sağım demedi qatnash agar o'rilib qolib qolsa tahi yaxshi deb hatta men qanday qaror qildim desang agar Abdulla akamdan boshqa Abdulla akam bilan tam boshqa ustozlar aylanib qolsa
sen boshqani tanla. Adil raqobat bo'lish uchun sen Abdulla akamning guruhiga kirmay yoki erkinligiga degandek shunday boshqa bir guruhga kir deb ashundoq deb sangmi demayli tizimga oldirib andan bordik. Lekin u yerda hammangni o'rilib qoldinglar. Hammangni o'rilib qolgandan keyin amaliyot bu cho'qim hammasi o'rilgan taqdirda sen o'rilsangmi Abdulla akam tanlamay boshqani tanla degan qarar shundaqda. Ha deb ketib seni qarab o'tirib yana sendan kechmay bizning bekitib qo'ygan qarorimizni buziblar shu yerda o'zi tanlablar seni guruhga. U chaqda chunki men shu sandim degan shu to'g'ri ba'zigacha Abdulla akamning sizlarniki tarbiyalanib bo'ptiq. Bu yerda yana shu davomli shu Abdulla akamning tarbiyasida bo'lay deb shu vaqtda mayli o'tib chiqay, mayli o'tib chiqmay deb deganman. U yerda yana bir ustozni bir yangi ishlab unda hamda Abdulla akamni tanlamaslikni tavsiya qilishimizda Abdulla akamni tanqisni qo'ymaydi. Lekin biz shu nuqtadan o'ylagan, ko'pchilar bo'lsin, Abdulla akam nuqtasidan bo'lsin, qaysi tarafdan bo'lsin, shu bir adil raqobatni qo'lga keltiraylik, xato tushunishni qo'lga keltirib qo'ymaylik degan nuqtadan shunday qaraqa. Ammo mush ish kelganda bu shu seni turiblam o'zi 3 akisi bilan birga o'tirib qaror qilishgan mush qarorni buziblar qat'iy keskinlik bilan sening guruhga kirdi. Bu to'g'ri bo'pti ekan bu. Bu o'ylaganlarim to'g'ri ekan. Bu qanday desam Mardan sening ovozingni men bilmada hech bo'lmaganda. Qancha jiq anglamagan bo'lsam-mu, buni gap qilishlarini tatib bildigan bo'lsam, men qanday ovoz chiqdi. Shuni bu kuni kuchlik ovozi menimcha jiddiylashgan bo'lsa mayli kuch yo'qolib ketmadi. Chunki musobaqaga lozim, loyiq ovoz chiqdi. Undan boshqa naqshlar undan aytildi. U naqshni qanday aytganini men bildigan bo'lsam, men bildim. Mardan ke bu deb. Bu endi bu naqshi yaratsa, men bu xuddi sizning qaroringni bu buzib o'tgandek aylanmaydiganga faqat imkon bo'lmadi. Shuni men aylayverdim. Kesib nuqtadan. Endi bizning tutgan yo'limiz shu. Ben bilmeyim. İkincisi bu baştan tat musabaqaning qoidasi shu, kim yaxshisi shuni tanlash kerak. Meyallarida bir GPG'da paydo qilingan ovoz chuqur sana yaraydi ekan. Shuni ola aylanib qarasam boshqa ma'lumotlar bor. Bumi udul tanladi. Endi bu jarayonda biraz ziddiyatli bo'ldimda men. Endi buning yaxshi aytqani rost. Men yana buni ap qilishim kerak. Ap qolmay desam bu yaxshi aytdi. Ap qolay desam bu mening ufkam. Buni ko'pchilik biladi. Shuni olam men mushunda bir ziddiyatda oxiri men ba'zi alqaliq vaqtlarda Muxtar akamdan so'radim. Mushu bir az ziddiyatli bo'lib qelyapti xalqlar boshqacha xato o'ylab qolaman desam Muxtar akam ey sana yaragan bo'lsa öp qilivermamsa deb bir g'ibat berdi-ku. Shuni olam men buni nima qildim? Endi oxirida o'ylab qoldim yana. Mardan, sen qanday o'ylaysanki? 8 kuchlikning ichidan qolib qolganingda biroz senda o'kinish bo'ldimi? Peshdamda ancha-muncha o'kinish bo'lmaydi emas, bo'lgan. Masalan, oxirida shu 8 kuchlikda meningki sahnadashim Xalmurat Raqib bilan seninki ijodiyating bilan shu tunji qar degan naqsha bo'linib ketgan, shuni aytdik. U naqshini kichigimni tatib yaxshi ko'ratdim, chunki men o'qiyotgan mezgilda shu tunji qar ba plastinka Tanha So'ygu degan plastinka bozorga chiqishdan burun meni bir nevrakam tarbiyadan bordi tumishqa. Shu vaqt anglab yodi bo'lib ketgan naqshlar. U naqshaga zo'r ishtiyoqim bor, ham yaxshi ko'rib suyib turib aytadigan naqshamdi. Shunda kuchidim, lekin natija anda bo'ldi. U vaqtda ustozlar menga bilet tashishimi, sen yana kim tanlading? Demak, shu chaqda sening ko'nglingda bir qism bo'ldi. Endi senimda bir qism bo'ldim. Endi o'kinib, deb o'zim tashib etmadim. Chunki akamning o'ylig'ini bor deb o'yladim. Uni o'ylab turishimga Xalmurat sen tushib ketdi, men sizlarni xo'shlashadigan vaqtda sen bir og'iz gap qilsan. Sen mening inimsan, sen bilan ikkimizniki to'mirda iqovat qon sistemasi, bir qon sistemasi. Sen har vaqt sen mening yanimda bor. Men seni qanday qilib bo'lmasa, men yana sen mening inim bo'lganligim ko'tarib ketma dedim. U qolgan hamma narsa natija qanday bo'lding degan unutilib ketdi. Sen cho'ng'ibsan-jimi? Gap qilishim. Men bunda deyishimda bugungi kunda o'sha Mardanning o'sha suhbatga taklif qilishimning asosiy sababi o'sha. Biri endi bu bizning
haqiqatan shu vaqtida qo'l qildi degan gapim biroz. Bu sen qachonda men yana desam. Bu fursatni shu do'stimga bergan to'g'ri. Dedim, aka, cho'taq yo'q. Shu programma bugun elinde Әтісі біз нәсәңі чықшы болды. Kimden gözü çaldı geçsin şu. Şu resim şu vaqtda şu vaqtda sen külab kam sen ejep bir tushirib qoldim men külab resim tushildi bilan biz berganni o'zing elib resim tushsa biz bu kunlari qarab turib tushimiz. Shu maqsad mudda bo'yicha tush keresam oxirida to'rda bek modlab kimning İpek yo'lda natija olgandimmi zo'r bir bo'lib ketdi. Mush akunning bir keyindagi ilk keyin bu bo'lib qanday bo'ldi desam hakikaten bugün şu gapni demoqchiman. Bu ikki o'quvchida masalan biz to'la jujiya bo'lgan vaqtimiz shu ikki o'quvchining saviyasini tang gap kichikgina farqlar bo'lgan vaqtlarda bak azoblanib ketamizda. Bu yerga kelganda men cho'qim Xalmurat qilishim kerak. Chunki bu degan rasmiy ilim. Buni hammamiz bildigan ish. Shu bunda fursatda buni men bo'lsa chukita desammi bo'laveradigan bir ish. Ben to'liq huquqim bor. O'zimning tuqqanim bo'lgandan. Shuningga ajda qildim shu chaqda haqiqatan hamda keskinlik bilan seni tushirib Xalmurat deb qolgan biroz. Mishada hamda sana bugungi kunda hamda shu kuni ham to'g'ri qildik. Ham to'g'ri. Bugun sendan akang ustozing o'rnida bo'lib turib, sen xapimma. O unda desa bo'lmaydi. To'g'ri hamda sen haqiqatan yana tirishding. Sen bu küçüğünü gösterleysen, nakşi desem yazıdığı adam var, uygunaysan adam var. Yani yardımga muhtaç bolsan meni yine buldu. Ahir yana meni yenim qaytib keldi. To'g'ri. Mana hozir sen Urumchida yetishmay qilyapsa, sen nakşi etdigan yerlarni nurg'unki. Yani sening o'sha odamiyliging, yani muhim o'rinda turdi. Sening istilan xaraktering haqlarga yetish kerak, burundan tortib deb kelyapgan gaplarimiz. Sen hakikaten yaxshi cho'ng bo'lding. Biz sendan nayt yaxshi umid, cho'ng g'alaba, yaxshi natija kutamiz. Shuning uchun tirishim aka. Anandan keyin sening o'sha yaqin atrofda yoki bir necha yil ichida bunda bir ishlarni vujudga keltirsan deydigan yaxshi planlaring bormi? Ammo hozirgi bo'lgan plan nishonlarim bo'lsa hamda burun plastinka chiqarib va yoki disk ishlab CD ishlab qildigan bir zamon bo'lib ketgandi. Bizlar hamda sal bir natija qozonmamdik degan kelyapti. O plastinka bozori hozir yo'q. Biz shu Vanyunda va boshqa suhbatlarda o'zimizni tashviq qilib turib ayna qildigan ishkan. Hamda shu planimda bir mushu sen berib, maqolgan akalarim berib, yanjig'im sep qo'ygan bir 10 taldek bir naqsham bor hamda. Shuni shu bir-birlab shu uzmay bir taqtib jamiyatga xalq ommasiga bir sunib olsam, azir ko'pdir bir natija qazanib olsam deydigan bir umid orzuyim bor shu. Menimcha bu orzu ko'z oldimda qilaman. Munda kuchli odamlar da bir Shenchang unda Wanglo naqsh kechiliklarni qilish plani. Men shunday bir gapni qilaman desam, bu hozirgi bu degan naqshlarim hozir tayyorlab qilamiz senda. Zapas o naqshi bo'lish degan bir naqshga nisbatan nihoyatda cho'ng bir boylik, bir oz uchraydigan ish emas. Senda shu imtiyoz, shu boylik hozir bor. 10 dek naqshang va birdan chiqarishga boshlasang, bu bir yaxshi bir fursat. Anından başqa shuni birdan chiqarish bilan birga biz hozir navbatda aytilayotgan naq maydon, to'rda naq maydon taqitish degan bu narsaga mush fursatni bir ustoz bir ikkilik gap qilaymi o'sha naq maydon taqitish o'zimning qarshida. Endi bu mayli xozan bo'lsin, mayli doim bo'lsin va boshqa suhbatlarda naq maydon taqitish bo'lyotdi endi. Ularninki xato emas. Uyda ishxonasida yoki o'zining bir kichik bir ish qilib bir muhitida o'ziga to'g'ri shu masalan telefon bilan u taqitishmi to'g'ri shu hozir ehtiyoj talablar shunday. Lekin bu yerda hozir men Abdulla akamning budaqa qilgan bu taqitish bilan u taqsim o'tisi farq bor. Endi bu rasmiy tayyorlik qilingan. Buning faqat naq maydonda tomosha bo'lmaganlarmi ahvoli bu. Bu haqiqiy bir naqshkechilik. Uni to'rda taqatdik. Mening da'vatqinim biz masalan u xil taqitishmi cho'qim bo'lish kerak, lekin shu xil taqitish bilan masalan to'rda hozir endi shu normal bir uydagi taqitishni to'r naq maydon naqshkechiligi deb atab olgan bo'lib qoldik-ku. Meningcha mushuni ayirib olsak bo'ladi. Meningcha u
Shu hozam bo'lsin, doyim bo'lsin, u bir men bir bugun naq maydon taqdima, kontrol qilinglar, kirib ko'ringlar desa, u bo'ladi unda tashviqot. Lekin naq maydon to'r naqshkechiligi deydigan bo'lib olsa, endi bu yerda haqiqiy rasmiy naqshkechiligi ko'lamga ega, ashundoq san'at badiiy sifatiga to'yingan, to'shqan, osh o'lchamga yetgan shu xil naqshkechiligini endi uni nima deymiz? Şuna biz bu naq maydon taqtishnimi ashuna bir sifatdagi, ashuna san'at sifatidagi bir narsani yaratildi deb Abdulla akam bilan bu ishlarni qilib qilgan bu kechilikning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Ammo mushuning ta'siri bilan hozir shu oilada, uyda bundaq bir telefon bilan o'tirib bu necha apparat, necha kasbiy apparat, necha chiroq sevit bir tuandu bilan bo'layotgan ish bilan aning farqini ajratmay, uyda telefon bilan qilayotganimni shu jirbo naqshkechiligi deb, naq maydon taqtish naqshkechiligi deb mandaq atolishgan bir yo'nalish paydo bo'lib qoldi. Meningcha biz xalqimiz nihoyat hozir yangi davrda ketyapmiz. Yangi hammamizningki madaniyat, kasb, har xil sohalarimiz, universal sohalarimiz mushunda narsalarni biz farqlantirib qarashni o'rganib olsak. Shuni sening endi boyagi arzuing qaytib qo'ydiganim, agar mumkin bo'lsa, tirishib Abdulla akam va bizningki yetaklashlarimizda, yordamlarimiz asosida sening ashunday bir Abdulla akamning shu naqshkechiligiga o'xshagan ayndaq bir naqshkechiligingni, naq maydon naqshkechiligingni o'zing hozirgacha aytgan naqshlaring va biznikidan yaxshi ko'rgan naqshlaringni tanlab bekitib turib, ashunday o'lchamda haqiqiy naqshkechiligi amaliyotda faqat to'g'ri taqiladi. Lekin seni o'qilayotganing rost naqshkechiligi sifatidagi san'at yuksak badiiyligiga ega bo'lgan ashunday mukammallikdagi bir kechiligini ko'rishni iltimos qilish. Uning uchun chuqur tirishimiz ham qilamiz deb qarayman. Endi bu seni yaqindan beri xiyolingga putgan orzularingga bizning qo'shib paginimiz. Buni texmi guymosini, darajasini ko'tarsak, sening orzuyingni uchun chuqur sen asta ish qilishing kerak. Mening fikrim shu. Endi bunda nima nazariya jihatdan sen mening bevosita o'quvchim bo'lgan, ko'pchilik biladigan. So'ng biz ustoz bo'lish sifatimiz bilan sana qo'yadigan talabimiz. Hamma o'quvchilar shu. Buning ichida izchil tirisha olgan bolalar bor. Izchil tirishanmagan bolalar bor. Izchillikni uzib qo'ygan bolalar bor. Buning sabablari har xil. Hamda ba'zi sababni o'tirib qo'yishga bo'ldi, ba'zini qo'yishga bo'lmaydi. Shuning ichida yana bir muhim sabablardan birisi sening atrofingda ajoyib kuchli bir qo'shin bor. Nima desang shu chiqadi u aniqlab. Sen tayoq yesangmi, tilangsanmi, shu sana chiqadi u. Iqtisod jihatdan hech nimaga sening ehtiyojing tushmaydi agar u ishni qilmasan. Bu bolalar hammasi mana shuning ichida sening ishlarning o'disidan chiqib ketalaymiz dedingmi? Bu sening sharoitingning afzalligi. Uchinchi bir afzallik nima desam, biz sana ishimiz. Sening ovozing bir maydon naqshkechiligiga yetadi. Chataq chiqmaydi. Sen taxmin o'zingga qattiq talab qo'yib, bu ishning o'disidan chiqsa, cho'qim. Bo'ldi, shuni uchun cho'qim tirishim. Bugun bizmi seni shu naq maydondagi naqsh ijro qilishmi shu saviyangni naq maydonda bir ko'rsak bo'lamdi. Biroq oblit bizgami bo'ldi. Musiksiz bir naqshani aytmasam bo'lamdi. Bo'ldi. Edi parvona kuyar mardona güzel vasling ey dilber bolay kurban bolay kurban güzel vasling ey dilber bolay kurban bolay kurban gülüp kelgen edin bir çağ yetip vasling gülşen bak kayan kettin aşu günler günüm gamxan saçım belde asam kulda bu nursuz gözlerim yolda bu nursuz gözlerim yolda kişi görse bu halimni bulur
hayron hayrone bulur hayron hayrone kishi ko'rsa bu holimni bulur hayron hayrone bulur hayron hayrone. Hey Merdan. Rahmat. Merdan, yaxshi, Naqshanga rahmat. Andan sening shu bo'pmi kasbiy hayotingda bizlardan boshqa yana sana ijobiy tarafdan ta'sir ko'rsatgan nurg'un do'stlarning yordamiga erishding. To'g'ri. Shu munosabatda sen shu ekrandan foydalanib shular deydigan yurak so'zlaring bo'lsa, oldidan shu naqshamni yaxshi ko'rib meni qo'llab kelayotgan, naqshamni yaxshi ko'rib meni qo'llab kelayotgan do'stlarimga rahmat aytaman. O't yurak naqshi bo'lashqa madad bergan shu 4 ustozim Abdulla akam, Abdullah akam, Samiya akam, Mo'minjon akam, ota-onamlarga ko'p rahmat aytaman. Ustoz san'atkorlarimizga va kasbdosh do'stlarimizga, har soha do'stlarimga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Salom rahmat. Bugungi suhbatimizdan intayin xursandman, intayin huzur oldim. Xuddi cho'ng oilaga qaytib, shu yerda bir oqshom avvalliq bir takna ostida futbollarimizni sunab o'tirib, ko'niya paranglarimizni deyishgandek, kelgusdagi planlarimiz so'zlashgandek, ota-onalarimiz bilan, urug'-tuqqanlarimiz bilan jumlab 7 daqiqa bosh qo'yib turib, osmonning eng yiroq osmonga tikilib turib so'zlashgandek go'zal bir hissiyat bo'ldi mana bugun. Baya bizning so'rinimizda yo'q, Abdusemiyning deb chiqib qoldi. Abdusemiy ablikam endi bizning madaniyat ish faoliyatlarimizningki orasida qambos bo'lmaydigan bir yigit. Kelgusida biz yana musha Abdulatning inisi Abdusemiy bilan, Mo'minjonning akasi Abdusemiy bilan burun ishlagan Sabo madaniyat taqit shirkati bilan yana ko'p ishlarni qilmoqchimiz. Uning ichida Merdan yana sen yangi vazifalarga tayinlanishing mumkin. Sen bizning to'quqliq otdek bir adamimiz. Sen yana g'ayrat ustiga g'ayrat qo'shib, biz bilan birga mo'rini tirab oldi qarab maqmasang bo'lmaydi. Menmi endi balkim sizlardan nurg'un narsani kutman. Oblatmi shundoq, Mo'minjon shu bizning madaniyat shirkatimizning ichida biz amalga oshirmoqchi bo'lgan go'zal orzularimizni amalga oshirish yo'lida nurg'un jafo tortisizlar. Shu texmi g'ayratga kelib xalqimiz uchun texmi ma'naviy jihatdan o'zi ato qilaligidek yaxshi asarlarni maydon kelishga o'rtaq tirishishimizni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Bizning bugungi suhbatimizga tayyorlab kelgan biram naqshlar bordi. Naqsham bor. Rahmat. Hoş dedim keter çağda yaş egip gözlerimden yıkıp dökken yaşım sırgıp çözdü menzilden. Hoş dedim keter çağda yaş egip gözlerimden yıkıp tükken yaşım sırgıp çözdü menzilden.
hicranın dilda ama hoş diyen g'amkin sözün bir ömür hemrama hoş dedim yağlıqım yelpüner kolumda hoş dedim yağlıqım yelpüner kolumda biz ikimizning sevgisiga oh kecha bo'lsin quvvat biz ikimiz ayrilganda chiqat demayin shamol hech kishidan og'rinmayman taqdirga yo'qdir amal hech kishidan og'rinmayman taqdirga yo'qdir amal